Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aka-ukalar. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on bozoridaman do'stlar. Bugungi narxlarni kuzatib borasizlar. Xudo xolasa video o'tkazib o'rmanglar, yaqinlar tarqatib qo'yinglar. Hol narxlarni, meva-chevalarni, xudo xolasa pomidor bodring, kartoshka, piyoz, tarvuzxon, hamma narxlarni xudo xolasa kuzatib borasizlar birma-bir do'stlar. Yaqinlar tarqatib qo'yinglar. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar do'stlar. Like taymaysizlar. 15 avgust sanasi bugungi narxlarni ko'rib borasizlar. Do'stlar, mana mevalar narxlarini birma-bir kuzatib borasizlar. Mana qaranglar, Gilam bozoridan kirib kelasizlar. Olmalarni qarang. Olmalar qancha bo'lyapti bular? 10 mingdan. 10 ming so'mdan. Ha, shaftolilarchi? Shaftolilarni ham 11 qilib beramiz. 11 mingdan mana egalarini tanib qo'yinglar, kelaverasizlar. Bular 2 kilo 15 deysiz buni? 2 kilo 15 dan mana aka. Aka, hormang. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Mazangiz zo'rmi? Anjirlar 13 ming so'mdan, ha mana. 13 ming so'mdan do'stlar, Yerqo'rg'on bozori. Buxoroniki mana. Ko'chkadagi 14 ming, 15 ming, 1000 so'm farq qilagan, ha, ikkalasi mana do'stlar. Buxoroniki mana shu. Instagram qo'yasiz. Bu YouTube'ga olamiz. Bular qanchadan? Uzumlar? Uzumlar 10 ming so'mdan mana do'stlar. Qora kishmishlar qancha ekan? 10 mingdan. 10 ming so'mdan ekan mana ekan. Bular shaftolimi? Qancha edi? 3 kilo 10 ming so'm ekan mana aka. Mana bu patli shaftolilar bor ekan. Bular qancha patli shaftoli? 12 ming so'm, ha. Qora kishmishchi? 10 mingdan. 10 ming so'mdan mana aka. Bunisi-chi? 10 ming u ham. Bu ham 10 ming so'm. Bu gibrid mana aka. Kelaverasizlar do'stlar. Bu Husayn, ha bu? Qanchali? 10 mingdan. Bularchi? 10 ming. Bular ham 10 ming. Anjirchi? Anjir 10 ming. Anjir 10 ming so'm, ha mana aka. Do'stlar, kelaverasiz. Ko'chkalik, ha bu? Buxoro? Buxoro, ha. Mana qora kishmishlar 8 ming so'm mana aka. Zo'r joydan do'stlar, svej joydan, Karjinka joylangan. Do'stlar, kelaverasiz. Ibrohim bozorchisi mana arzon qilib berar ekanlar. Mana qaranglar, uzumlarni qaranglar. Shaftoli qancha ekan? Shaftoli 8 ming. Qora kishmishchi? 10 ming so'm mana aka do'stlar. Noklar 15 ming so'mdan mana terilgan, chiroyli qilib kelaverasizlar do'stlar. Mana uzumlar. Uzum qancha ekan? 8 ming. Qora kishmishchi? Bunisi? 2 kilo 15 ming, ha. Slivachi? Slivalar 10 ming bo'ldi. Slivalar 10 ming so'm mana do'stlar. Olmalarchi? 8 mingdan, ha, olmalar mana. Anjir shaftoli qancha ekan? 10 ming so'm. 10 ming so'm, ha. Olmalarchi? Olmalar ham 10 mingdan. Bunisi ham 6 ming so'm, ha. Kichkina olmachi 6 ming so'm. 2 kilo 15 mi bu? Ha, 2 kilo 15 dan ekan do'stlar. Mevalarni topdim beradigan joyi akani oldi. Bormi aka? Aka, mana kelyapmiz-da mana. Mana qara, devoncha o'ttirib sotaveradi. Qanchadan aka? 13 ming so'mdan. Bularchi? Husayn 10 ming so'mdan. Mana bu qizil shaftoli 13 mingdan. Do'stlar, e'tibor beringlar. Shaftoli nimalar qancha? Noklar. Dushes 20 ming so'm noklar. Bu goldenlar yashil ekan, ha. Qanchadan? 10 ming so'mdan bo'lishi mana. Karjinka 2 qatorli qilib joylangan do'stlar, yangi kelgan svej joyida. Mana uzumlarni 3 xil, 4 xildan bor ekan, zo'rlaridan. Bu nima, razamatmi? Qanchadir razamat? 15 ming so'm. Tagidagi damiskimi? Bu qanchadi? 12 ming so'm. Meschi? Mes 13 ming. Tagidagi Husayni 10 ming so'mdan, 10 ming so'mdan, 13 ming so'mdan mes. Nima deysiz? Limon bormi? Ha, mana bu. Mesni, ha bu. Qanchadi? 35 ming. Tushibdi narxi. Bu aka lolacha qancha shaftoli? 14 ming so'm, ha. Buchi? Bu nektar 12 ming so'm do'stlar. Mana kattarog'i 14 ming so'm ekan mana do'stlar. Qaranglar, sifatli joydan. Xudo xolasa yashikka sotiladi bu. Kiloga sotmaydilar akalar. Mana ekan, telefon nomerlarini qarang, telefon qilib bemalol kelaverasizlar mana Yerqo'rg'on bozori ekan oldi. Uzumlarni adbornisdan olaman desanglar kelaverasizlar mana. Rizamat uzum do'stlar. 25 deysizmi? 25 ming so'm, bunisi 20 ming so'm ekan do'stlar. Shaftolilar qancha qoldi? 20 mingdan, ha. Noklaringiz qanchadi? Noklarim 25. Noklar 25. Olmalar 15 ming so'mdan mana do'stlar, qaranglar.
Bu golden yashil ekan, ha? 15 ming so'm mana. Pinky lady bu mana do'stlar. Kelaverasizlar mana, sifatli joyda. Aka charchamang. Xo'p. Rahmat, xo'p. Olmalar qancha ekan mana bular? 10 mingdan ha bular. 10 mingdan. Bular nektarani olachi, shaftoli. 15 ming so'mdan ha mana do'stlar. Bu fatli shaftolichi 12 ming so'mdan ha. Kishmishchi 12 ming so'm mana. Merschi. Mers 15 ming so'm mana do'stlar. Kelaverasizlar mana. Hormang aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana aka oldi kelaverasizlar. Sizga qancha nektarli? Mana bu 15 ming, bu 13 ming. Bu 15 ming so'm, bu 13 ming so'm. Mana yashiga ham farq qiladi do'stlar. Qaranglar, e'tibor beringlar. Uzumchi mana bu, kishmish 12 ming so'm. Buchi Husayn ham 12 ming so'm ha mana. Aka oldi kelaverasiz. Nok qancha nok? Nok 25 ming so'm mana. Aka bana qancha qoldi sizga? Bana 18 ming. Narx tushibdi aka. Bular qanchadan? Shaftol 12 ming so'm. Bular 15 mingdan ha mana. 15 mingdan aka. Kishmishlarchi aka? 10 ming so'mdan ha mana aka. Bular 13 ming so'mdan ha mana do'stlar. Navesdagi odamlar serob kelaverasizlar mana akalarni oldi. Qanchadan aka uzumlar? Assalomu alaykum. 12 mingdan ha, qora kishmishchi? 8,5 ming so'mdan ha. Mana karobga bosilgan kelaverasizlar mana. Chesnoklar qanchadan bo'lyapti aka? Chesnok 15 ming, 10 ming so'm ha. Xaltalangan qancha shturish xalta olishsa? 10 ming so'm ha. Bular 15 ming so'mdan ha. Bular 15 ming so'mdan mana do'stlar, qaranglar chesnoklar. Sifatli joydan kelaverasizlar mana do'stlar. Sabzilar narxini ko'rib boraveramiz. Like tayamaysizlar xudo xolasa. Mana sabzilar bosib qo'ying. Sabzilar qancha ekan? Qancha ekan bular? Alaykum assalom aka, 7300 dan tushadi. 7300 so'mdan tushadi, 110 ming so'm. Yangisimi, eskisimi? Eski aka. Eskisi oshga olib ketaveradi kelib, ha mana. Ular qanchalik qizillar? Qizillar qanchadan? 4 ming so'm ha qizillar mana do'stlar, kelib olib ketaverasizlar mana. Sabzilar serob bozorda xudo xolasa. Narxlar hamma joyga shunday ha, narxlar. Bir xil do'stlar mana kelaverasizlar. 110 ming so'msa qanchadan chiqadi kilosi? Kilosi 7300. 300 so'm. Bunisichi? Bunisi 4000 so'm. 4 ming so'm ha aka. Eski hosil bu ha bu. Ha, bu eski hosil, bu yangisi. Bu yangisi qancha? 4000 so'm. 4 ming so'm ha yangisi. YouTube'ga aka. Karamli bor aka. Boz bugun yoki erta? Kechga. Mana. Aka aka. Karamli qancha aka? Ibrohim bozorchi. Ibrohim bozorchi. 1,5 karamlar. Karam 1,5. Bunisi aka? Bular basera 5 mingdan bo'ldi. Bular 5 ming so'mdan. Bodiringni 5 ming bo'ldi, aksiya ketyapti. bu salyonniga bu aka bu. Salyonniga krokodil 5 ming so'm bular. 5 ming so'mdan ekan. Bularchi aka? Piyozda 4,5 ming so'm. 4,5 ming so'mdan. Do'stlar mana orqa darvozadan, Erqurg'imiz orqa darvozasidan kirib kelasizlar. Aka-uka quruq mevalarni yonidan do'stlar mana. Topdim joy, topdim do'kon mana bu. Pripirovalar sotiladigan do'kon. Supurgichi akalarning oldida kelamiz, narxlarini bir bilib o'tib ketamiz do'stlar. Assalomu alaykum. Hormanglar, zo'rmisizlar? Mana supurgilarni qaranglar, zo'r joylaridan. Suhrobagan oldida kelaverasizlar. Aka hormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanchadan bular? 25, 24, 22. Mana bu 25 mingdan ha, qizili mana aka. Mana. Do'stlar qaranglar, zo'r sifatli joydan. Xullas kelaverasizlar, sifatlisidan kelib. Bu qanchadan? 25 ming so'mdan ha. Bularchi? 24, 23. Ana bular 24 ming so'm, bular 23 ming so'm ha. 22 chiqa sal siyrayroqda. Sifatiga qarab ketaveradi ha aka. Zo'rlari 27. Mana 27, 28 dilari ham. Shular 27 dan ha. 27 dan mana. Bunaqalari ham bor ekan ha. Jorib supurgilar. Bular qanchadan? Bular qancha? Qanchadan? Aka, Anvar aka. 25 mingdan bular. 25 ming so'mdan xullas do'konlarga ham topshiraverasiz ha, optim mana aka. Mana optim joyi do'stlar. Bu kishi zorlar bu chiroyli sherzod ismlar. Mana xullas kelishadi mana supurgichi akalar. Optim mana aka. Lagandinglar, lagandinglarni like bosib qo'yasizlar mana do'stlar. Do'stlar, optim pomidor bodoyinchi akalarning oldiga kelganmiz, videolarni
o'tkazvormaylar. Oxirigacha ko'ringlar videoni. Xudo xolasa narxlar bilan tanishtirib boraman do'st. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qancha bo'lyapti pomidorlar sizga? 5 ming so'm. Xullas sifatiga qarab, pomidorlar 3 mingdan 5 minggacha ekan mana. Sizga qanchadi? 3,5 ming so'm pomidorlar mana. Bunisi maydasi 2 ming so'm mana. Do'stlar. Ibrohim bozorchi. YouTube'ga qaragansiz, ko'rmisiz? Yaxshimisiz? Bilasizlar? Kimdan ekan? Aka sizdanmi bular? Qanchadan sizniki aka? 2,5 ming so'mdan mana. Kelaverasizlar do'stlar, 2,5 ming so'mdan pomidorlar. Hormaylar akalar, qanchadan bo'lyapti? 4 ming so'mdan mana aka. 4 ming so'mdan do'stlar. Kiyimchilarni ko'ramiz, xudo xolasa. Pomidorlar bugun narxlari taylab tushibdi. Kimdan ekan bular? Sizdanmi? Qanchadan? 5 ming. Bu Samarqandniki bu. 5 ming so'm ekan mana mashinaga bosib taylangan do'stlar. 5 ming so'mdan kelaverasiz. Sifatlisi eng sifatlilar. Pomidor qancha ekan? Aka qanchadi? Ha aka, qanchadi? Aka pomidor qanchadi? 6 ming. 6 ming. Bunisichi bodiringchi? Bodiring 6 ming. Bodiring ham 6 ming ekan. Pomidor ham 6 ming. Bu akalar mana. Aka hormaylar, salom alaykum. Qanchadandi sizlar? Bu 3 ming. 3 ming so'm ha? Real natijada bir xil yolg'on gapiradi. 6 mingdan. Nimaga emas? Qanchadi bu? Samarqand. Samarqandniki bu. Ikki Samarqand maydasi. Ha, bu maydasi qancha? 3 ming so'm ha? Bunisichi aka? Bu ham Samarqand. 4 ming. Bu Samarqandniki, bu ham 4 ming so'm. Faqat sortiga farq qiladi, do'stlar, sifatiga yarasha ketaveradi. Rahmat akalar, sog' bo'linglar. Aka qancha sizga bu? 5 ming so'mdan. Ha aka, 5 mingdan 3 minggacha ekan ha? 3 mingdan 5 minggacha narx shunaqa ekan. Kelaverasizlar do'stlar, Yerqo'rg'on bozori. Mana pomidorlar har xilida egasi yo'q ekan. Bodoringlarni so'raymiz. Bodoring qancha ekan? Assalomu alaykum. Bu 5,5 ming so'm, bu 5 ming so'm ekan. Orzu bodoring ha mana aka. Pomidorlarisiz-chi? 4,5 ming Samarqandning. Qancha sizga bu? 4,5 ming so'mdan ha mana aka do'stlar. Ibrohim bozorchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Bosib ko'ringlar aka. Qanchadan? Asma o'rimiz. Qanchadan? Zo'rmisiz? Xo'p. 5 ming, 4 ming 8. Siz piyoz sochasiz-chi? Mana piyoz aka. Pomidorim. Yo'q, mana bu kishi o'zi mashhur bo'lib borapti. Pomidorni ham sotyaptilar, piyozni ham sotaveradi. Qanchadan sotyapsiz? 5 ming, 4 ming 8 bo'ladi. 4,8 dan ha bu. Qanchadan sizga bodoringlar? Bodoring 5 ming so'm, pomidorchi? Pomidor ham 5 ming so'm do'stlar mana. Do'stlar mana optim qovun taruz joyi kelganman do'stlar. Metrovkani mana sifatlilar, zo'rlarini olaman sizlar mana akani oldiga kelaverasizlar. 3 mingdan qilib beryapsizmi optimga bo'lish ha? 3 ming so'mdan kelasiz mana. Zilga olib kelingan. Kelaveringlar mana akani oldiga Yerqo'rg'on bozoriga darvozadan kirib kelishga mana. Aka qanchadan sizga? Buni 3,5 3 ming qilib beraman. 3,5 ming so'mdan ha? Bular qanchaga obnovatlar? 3,5 mingdan ha? Har xil ekan. Mana do'stlar. Obnovatlar qancha ekan? Kilosi? Kilosi qancha? 4,5 ming so'mdan mana do'stlar. 4,5 mingdan sifatli joydan xudo xolasa. Mana metrovkalar yana. Ko'ramiz. Ko'kkalar qancha ekan? 4 ming so'mdan ha kilosi mana aka. 4 ming so'mdan bularchi obnovatlar. Optim 3 ming so'm ha? Mana do'stlar qaranglar. Ibrohim bozor bo'lmay kelishtirib berishaveradi. Aka qanchadan bular? 3 ming so'm kilosi. 3 ming so'm ha kilosi mana. Mashinaga bosib tayyorlashgan kelaverasiz. Metrovka salkam metr 1 metr bo'lib ketgan mana do'stlar, kelaveringlar mana. Mana aksiya joyidan qaranglar, ko'rinishda aksiya joyidan lazer ham 10 ming, alanga ham 10 ming baki mana aka. Qaranglar mana. Mana alanga, mana lazer mana. Avangard ekan, avangard mana lazer 10 minglik joyida. 18 sotilyapti. 15 mingdan ha bular. 18 kilo sotilyapti. 15 ming so'm optim qilib. Xaltaga ha mana. Mana akani tanib qo'yinglar. 15 kilo beraman. Mana arzon qilib ekspert variantlari ham bor, xullas bosib tayyorlangan.
zig'ir yo'q deysizlar, mayiz deysizlar, no'xat deysizlar, hammasidan bor mana do'stlar. Tarozda shunday kirib kelasizlar, mana plakatni ko'rib turibsizlar o'zlaring do'stlar. Mana piyoz, kartoshka sotuvchi akalarni oldiga kelganman do'stlar. Narxlarni ko'rib borasizlar, bemalol. Narxlar xudo tushganmi, ko'tarilgan bilasiz. Hozir video oxirigacha ko'rib o'tkazavermaydi. Oq piyozlar mana kiloga ham kartoshkalar qancha ekan kiloga? 3,5 mingdan ha mana. Oq kartoshkalar 3,5 ming so'mdan. Qizillar qancha sizga? 3,5 ming, 4,5 ming har xil ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mayda piyozlar qancha ekan? 8 so'm. Oq piyozchi 2 ming so'm. Qizilichi 4 ming so'm mana do'stlar. Qizili optim bu yoqqa. Optim hammasidan bu piyoz turidan. Do'lab piyoz qancha? 2500 so'm mana do'stlar. 2500 so'mdan mana. Bularichi 2,5 ming so'mdan. Mana do'stlar. Kelaverasizlar Qo'rg'on bozoriga. Piyozlar qancha aka bugun? Piyozlar 2000, 1800. Patron sotyaptilar mana. Qanchadan sotilyapti? 15 mingdan yer qo'ygan kelsan, 15 mingdan bitta patron mana. Mana do'stlar kelaverasizlar. Siz joydan mana do'stlar. 10 mingdan berdilar. Mana qanchadan endi bilasiz? 2000 so'm. Piyoz 2000. 2000 beramiz. Piyoz 2000 so'm. Do'lab piyozlar qancha? Bormi? Piyoz 2,5 ming. Do'lab piyoz. Maydalarichi? Maydalari 800 so'm bular. Maydalari 800 so'mdan ekan mana do'stlar. Kelaverasizlar Qo'rg'on bozoriga. Jizzaxchi. Bu Jizzaxchi qancha? 19. 19,900. Bu 2000 so'm ha? Mana 2000 so'm mashinaga bosib berib kelishaverasizlar. Kelaverasiz. Aka kartoshka qancha? 4,5200 so'm. 4000 so'm oqi, 5200 so'm qizili mana do'stlar kelaverasizlar. Mana do'stlar do'lab piyozlar somsachi aka-ukalar uchun mana terib qo'yilgan. Somsachi akalar uchun juda qulay keladi. Nech puldan qilib beryapsiz aka? Nech puldan? Do'labda. Do'lab 3000 so'm. Ha aka. Kelishtirib beradi, arzon qilib beradi. Bular qanchadan? Mana 1900 so'm beraman. 1900 so'mdan tozalanmagan. Ha aka, telefon nomerni aytib yuboring bitta YouTube'ga. 94 528 62 42 telefon raqami telefon qilaverasizlar mana do'stlar. Do'lab piyoz mana aka. Udar joyidan mana. Hozir aka qarang, urug'likka ham bor mana do'stlar. Urug'likka ham xohlasanglar 1000 so'mdan mana aka. Qarshinichi dastavkasi ekan do'stlar. Shuni olib borasizlar, ekasizlar. Piyozni po'chog'i yuqasidan mana. Mana do'stlar, mana to'kilgan joyidan ko'rsataman. Zo'r sifatli joydan. Xudo xolasa baraka topasizlar.